Davron u bu narsa deb gapirchi menga. Video olyapman. Ben yondimi yonmadim? Yondimi? Ajoyib mehmonlar kelishdi. Haliga biz tayyormiz. Gapiro. Ola uloq qo'yvormagin ola. Uloqni. Madaniy ortiq chiqarib ketish yerda kelyapmiz. Zo'rida o'rtog'imiz Sherzod Davron. Do'stlarimiz Samarani Suyut yonib turibdimi? Suyut yonib Qani eshkana shuni chaqirib rakatlarni 3 kun taqvoyapti. yaxshi. Diydorchining ham kechga do'stlar Deymiz abi. Bo'ldi. Qani kachsa qanaqa chiqdiki. O, aşı. Qaydan chiqdi aşağı ovoz? Hovuzda suv to'ldiryapti telefonga. Ertalabga mana Moskva. Voy. Mahallaga mana. Farhat, sohbat olib kelyapti. O'zingizga keldingiz deb qo'yadi. Şükürler ortağım. Hey! Zapçıkan 10 kilo. Ya şeriye para gel. Hadi karşı gidiyor bana. Mana video ketyapti-da, aylantirib qo'y bombarni. Video ketyapmiz-da, aylantirib. Bombarlarni to'ymayinglar-a, bombar. Mana o'tish bo'lmaydi. Bugun eng ulug' kun. Kim qo'yganlar? Eng ulug' kun. Mana o'zim bosib berdim. O'tkazib qo'yam, mana qaytib qo'yaman. O'zimdan olaymi? Men seni olib qo'ydim, xavotir olma. Olindimmi? Dam olish qanday bo'lyapti? Dam olish tasvirlarni aytsam miyaga вообще dam berdik. Reaksiya вообще zo'r. Zo'r, bomba, ha? Bomba. Zo'r. Bravo, Sambor. Simichga chaqish bo'yicha chempionat o'tkazildi. Kim yutdi deb o'ylaysizlar? Simichga chaqish bo'yicha. O'choqqa qarab aytaverasizlar. Davronga birinchi o'rin aka. Davronga birinchi o'rin aka. Ikkinchi o'ringa yetdimi? Ikkinchi o'rin Zo'riddinga aka. Uchinchi o'rin. Qaydavron aka to'rtinchi o'rin Saydullo bilan men yutgan. To'radi ketdi mana. Allohga shukr, biz qaydaymiz mana. Podakni перевозы, ya, перевозы. Choda qishlog'ida yo'lga borib
desam ketdi. Aga bugun biz safarimiz Qo'doq qishlog'iga yetib keldik. Xudo xolasa mana chiroyli kontentlar qilamiz degan rejalarimiz bor. Kuzatinglar. Yo'lga qarab ketamiz. Hozir mana qishloq sentridamiz. Tepalikka qarab turmashyapmiz. Rejalar katta o'rtoqlar, rejalar katta. Xudo xolasa hammamiz mana shunaqa bahramandlik ketsin-a. Bolalar nima deysizlar? Endi bolalarni ham gapini eshitib qo'yaylik. Tog'da çok suga chiqish nasib qilsa hammamizga Xudo xolasa kuzga ulab biza kechga shashlik. Oyoqda bolalarni o'g'irlab tush yo'q. O'tgan safarga doqa. Saydarar, sen ham kuydirib kulkunda bilan to'xtamading. Bir tomonli qildim, mana manzara so'ragan. Kuzataman, qara o'rta manzarani. Mana tamam, uzor chiqadi. Toshlarda qara, toshlarda. O'ziga qo'yib. Ha, so'raladi. Davron bilganda o'tkazibsan meni. Yo'q, manzara zo'r ekan-da, o'tirma, qara. Bosh. Mana akani ham olib qo'ydim men. Aka va sayohatchilar to'xtashlar. Elayapti. Muzdek bor. Kelinchak tosh. Mana biz Kelinchak tosh plaza degan joyda o'tyapmiz. Bizga hozir bunaqa plazalar emas. Vay, mana tog'da qara. Mana tog'da qara. Hozir yoniga boramiz. Hurmatli do'stlar, biz video jarayonlarimizni davom ettiramiz. Ko'rib turganlaring bugun 25-26 ga o'tdikmi? O'tdik. 26 nima bo'ladi o'shanda? O'yin o'yda ekanmiz. O'yin o'yda ekanmiz 2026-yil. 26-o'yin o'yda mana biz sayohatga chiqib sinfdoshlarni aylanib yuribmiz. Shu fursatdan foydalanib men har yili mana shu sinfdoshlardan o'ynagani chiqishni qoldirmaslikka va'da beraman. Bu deymiz haligi tepadagi yoshlar sinfdoshlarni boshqacha o'rtada har xil gap so'zlar bilan qiziq voqealar, qiziq voqealar bo'lgan. Mana endi boshlayapmiz. Mana manzarani ko'ringlar, manzarani. Bay. To'xta ketyapmiz. Qadrdonlar, yaxshimisizlar? O'tgan safar toqqa chiqib namoyon paytida video qo'ygandim. Toqqa chiqib namoz yurib turish kerak ekan deb. Bugun yurishni zo'rini reja qilib ketyapmiz. Xolosalarim jonli efir qilib bitta qo'yamiz. Hozir chodaydamiz. Xolosa mashina borgan joygacha borib olaylik. Ahliga o'zimiz borgan joygacha boramiz, xolosa. Qo'llab turinglarchi, bir ko'raylik. Haligi qaroqdan Amerikan bolalardan birani chiqib qolar. Davron qayerga keldik? Shahar Qo'doq qishlog'iga keldik. Bu yoq Qirg'iziston, Do'stim qalay? Davron. Sadak.
minib charchagan o'rtoqlarimiz mana. Endi ancha vaqt ketadi. Davron bir kishi chiqib qolganlar chiqmasa yoki bir kishi chiqmasdan qolganlar chiqsa ichiga tushmaydi baribir, to'g'rimi? Men Davron chiqmasa men chiqib ketaman men. Og'ayam bor. Baba bir tomoni Davron toshpochtalik bo'lsa, biz aytayapti yig'ilib qolamiz, xuddi bo'ladi. Biz aydaganda ilib qolishimizga suyoq bor-da. Davron bo'ladi. Atraksiyonlardan kapatgan. Bor mazani mana shunaqa qilyapti. Shu bo'ladi. Aynan edamida, Saydahram? Hozir eshiga chiqarmaydimi? Yo'q, aynaklarni olib tashlab tashladi adashmasam. Yo'q, shaydamida o'zi. Mana shu deydi, ha. O'tkayli bir chiqib biz bemalol qo'ymay yuraman desam. Meni o'zigan. Qo'rqinchli katta. Juda past ko'rinibdi. Past ko'rinibdi. Qadrli do'stlar, Sodak. Davronxon, qalay dam olyapsiz? Saydullo, dam olish qanday bo'lyapti? Saydullo, dam olish qanday bo'lyapti? Ha. Olyapti. Bolla qayerga ketyapti mana bolla? Yur Davron. Faqat orqang tushyapti videoga. To'g'ri. Buni ichi bo'sh ekan, tepasi. Qani? Unda qiyin turmaydi. Ha, bo'sh ekan. Hozir chiqib, Roshanbek. Mana tog' mana shu tog' mana shu. Bu chiqib uni do'ppini ham olingda, Davronbekka kiydiramiz, chiqib kelyapti. Sunnat to'yimda do'ppi kiymaganman, do'ppi kiydiryapti. Davronga shu do'ppini kiydiramiz hozir. Shishali ekan, bag'da yurganlar. G'ayra dam badam.
lights went down, when you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world, broken but strong.